Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xush kelibsizlar bizning podkastimizga. Assalomu alaykum. Podkastimizning ismini Shifo Life deb qo'ydik. Shifo Life endi hayot degani ingliz tilida. Bugun eng birinchi efirimiz, eng birinchi podkastimizda mehmonlar bo'lib turibsizlar hozir. Umid qilamiz oxirgisi emas, boshlanishi. Ilohim omadimizni bersin, bizni kuzatuvchilarimiz ko'paysin, ko'pchilikka yordam beradigan podkast bo'ladi deb rosa ham umid qilamiz. Ikkalamiz ham ozgina hayajondamiz, chunki umrimizda hech qachon podkast olib bormaganmiz. Albatta hayajonlanish bo'ladi boshlanishida. Endi avvalambor uzrlik, kechirim so'raymiz. Sal cho'zilib ketdi. Endi Amerika hayotida juda ish ko'p. Qizg'in hayot. Qizg'in hayot. Mani vaqtim bilan ayolimni vaqti to'g'ri kelmaydi, shuning uchun nima deydi? To'g'ri kelganda bolalarda sporti har yakshanba, shanba kuni yoki o'zimizda sarvnovanyalar, musobaqalar yoki boshqa shtatga borish kerak. Shunaqa qilib, albatta hammasi shirin tashvishlar, shirin nima deydi? Yo'l yurishlar, lekin bunaqa qilib bemalol o'tirib 1-2 soat vaqt sarflagan ozgina vaqtimiz ketdi. Akmal aka aytmoqchi, uzr so'raymiz hammalaringdan. Shu podkastni ko'rish ham oson ekan, boshlash juda qiyin ish ekan. Juda qiyin ekan. Unda yana to'g'ri gapirish ham qiyin ekan. Hali aytib o'tganingizdek, biz ba'zan inglizcha so'z qo'shsak yo ruscha so'z qo'shishimizdan oldindan kechirim so'raymiz. Yo'da ingliz tili va o'zbek tili qo'shilib aralashib ketadi. Shuning uchun harakat qilamiz. Nima deydi? Toza o'zbek tilida gapirishga. Lekin unga ham ancha tajriba va vaqt kerak bo'ladi. Boshlanishida biz nima deydi? O'zimizni tanishtirishdan boshlaymiz. Mening ismim Akmal Saidazamov. Men Vodiydaman. Farg'onada tug'ilib o'sganman. Qirguli shaharchasidan, rayonidan. Rayon deydimi? Rayon. Hozir yo'qolib ketgan. Endi Qirguli shahar. Qirgulida katta bo'lganmiz. Meni ismim Mavjuda. Men ham farg'onaliman. Farg'onaning go'zal Quvasoy shahridanman. Go'zal shaharlardan biridan. Farg'onada go'zal shaharlar juda ham ko'p. To'g'ri. Yana nima desa bo'ladi? Endi turmush qurganimizga ham mana 21 yildan ozgina ko'p bo'libdi, Xudoga shukr. Shu 21 yil ichida farzandli bo'lganmiz. Katta qizimiz Rahshona. Rahshona, Safina, Qanotshog. 3 ta farzandimiz bor. Endi Amerikaga kelganimizga mana 18 yil bo'ldimi? 18 yil. 18 yil ham birpasda o'tib ketgandek o'xshaydi. 18 yil oldin shu Amerikaga kelganmiz. Xuddi kechagidek. To'ppa-to'g'ri. Noyabr oyi edi. Sovuq. Qor yoqqan edi. JFK aeroportiga tushganimizda esingizda bo'lsa. 5 ta, 6 ta, 10 ta chamadon nechta edi? Ishqilib chamadondan ko'proq podarka ko'p edi. Endi nima deydi? Rishtondan juda ajoyib nima deydi? O'zimizni idishlarimizni olib kelganmiz, ishlatgani. Menimcha eng og'ir 2 ta katta korobka qildirgan edingiz Rishtondan. Rishtondan shu do'stlarimiz biz kelishda ko'pchilik ingliz do'stlarim yordam bergan. Shuning uchun ko'pchiligi Michigandan bo'lganligi uchun shu New York JFK ga shunday qo'nganmiz. JFKdan to'g'ri shu Michiganga kelganmiz. Kelganimizda sovuq edi. Ertasi kuni ertalab qor yoqqan edi, esingizda bo'lsa. Endi shaharlar Michigan ham juda katta tuman. Ikkinchi katta shahrida yashaymiz. Shaharlardan eng katta tez rivojlanayotgan. Endi tushganmiz. Aqdan keyin avtobus, mikroavtobusda olib ketishgan. Ajoyib bo'lgan, Juda ham ajoyib
davrlarida birinchi marta Amerikaga tushganimizda yosh bolalar car seatda o'tirishni o'rganganmiz. Car seat endi bolachalar o'tiradigan O'rindiq o'rindiq. mashinaning ichida. Speak Uzbek. Xullas, nima deydi, 2007-yil edi. Ikkita farzandimiz bor edi u paytda. Rashona 3 yashar edi. Safina 4 oylik. 4 oylik edi. 4 oylik. Shunday qo'nganmiz endi ajoyib. Amerika, Sehrli diyor. sehrli diyor, hech kimni bilmaymiz. Ajoyib, faqat Gollivud kinolarida ko'rgandek keyin boshqacha bo'ladi. Boshida endi 4 oy xursand bo'lasiz, keyin yig'laysiz. Keyin Xullas, uydagilar sog'inishni boshlaysiz. juda endi ajoyib bir nima deydi, musofirchilik deydimi xalqda, musofir bo'lish ham oson ish emas. Oson emas. Esingizda bo'lsa, Akmal akani inglizchasi rosa yaxshi edi, lekin meniki razgovorniy nima deydi, gapirish qobiliyatim juda ham past edi. Shuncha ingliz tilini o'qishni, yozishni bilsam ham, haligi lug'at boyligim juda ham kam edi. Esimdan chiqmaydi, rosa qiynalganman, chunki o'rtoqlarimiz kelib o'rgatishga harakat qilardi. Amerikaga kelib birinchi marta velosiped minishni o'rganganman. Unga ham ancha protsess bo'lgan. Endi 2007 eslaringda bo'lsa, 2008 juda ham katta resessiya bo'lgan. Yana hali Obama saylangan payt edi, Bush ketgan payt edi, juda ham hali hozirgidaqa Ekonomika. Trump bilan hali nima deydi, Obama kelganda Obama u esingizda bo'lsa, endi biz siyosatdan sal Men siyosatdan uzoqman. bizni podkast siyosat bas. Shu o'sha paytlar shunaqa payt edi, Obama kelgan, New York nima deydi, Amerikani ekonomikasi juda ham resessiyada edi, ish yo'q, esingizda bo'lsa. Esimda. Kelganmiz, endi pastdan boshlaganmiz. Nima deydi, kelib bo'yoqchilik qilganman boshida. Endi o'shanda ham kelganda ish so'zi bo'lsa bo'ldi edi. 2008da esingizda bo'lsa ishladim, 1 yilcha ishladim. 1 yilcha. Juda yaxshi kompaniya edi. Hozirgacha do'st biz kompaniya boshliqlari bilan. Juda ham million dollarlik uylarda bo'yardik, ishlarini, akraskalar qilardik. Endi ishimni to'g'risini aytish kerak, yaxshi ko'rmasdim. Endi Farg'onada katta organizatsiyada boshliq bo'lib ishlagan odam. Tasavvur qilinglar, Amerikaga kelib 3 kun ichida ish topilgan, lekin Allohimga shukr, lekin bo'yoqchilik bo'lgan, hech qachon menimcha tajribangiz bo'lmagan bo'yoqchilikda oldin. Balkim uyda pokraska bir narsa qilmagan bo'lsangiz. Bizni xalq aytgandek, erkak kishi 40 hunar kam deydimi? Endi keldik, ish yo'qotdik. Ish yo'q. Endi gazeta edi, esingizda bo'lsa, gazetada onlayn yo'q edi u paytda. Onlayn, yo'q, endi kompyuterlar bor edi, onlaynlar bor edi-yu, hali unaqa juda ham rivojlangan, unaqa Facebook, YouTube bor edi, esingizda bo'lsa, o'zbek qo'shiqchilar ko'rardik. Esimda. Nostalgiya bo'lib. Skype orqali uydagilar bilan gaplashardik. Mail.ru bor edi. Rambler bormi? Rambler bor edi. Zo'rg'a ishlardi, dial-up paytlar edi. Akmal aka Skype'da birinchi topib, singillarimni video ulaganda hech esimdan chiqmaydi, yig'laganim. Ozgina qarab videolarni ko'rganimda ham rosa Xudoga shukr deganmiz. O'sha paytlar ham o'tib ketdi, hozir qarang endi. Hozir qo'lingizda hamma yo'q. Siz video shunday yoningizda turgandek ko'rinadi, toza. Telefon legushkalarida esingizda bo'lsa, Samsung. Xullas, ishni yo'qotdik, ish yo'q. Endi ishlash kerak. U paytda men ham bo'sh o'tirmagan edim. Esingizda bo'lsa, bolalar kichkina bo'lsa ham muhojir bo'lganingizdan keyin, boshqa davlatga emigratsiya qilganingizdan keyin hamma narsaga tayyor turishingiz kerak ekan. Men ham haligi o'sha turgan apartmanimiz kompleksida tozalardim, xonalar tozalardim. Uylar, odamlar ko'chib ketganda, yangi odam kelishdan oldin bolalar bilan borib
Shunaqalar qilganmiz. Ja, endi shu paytlar ham o'tib ketdi. O'tib ketdi. Hozir endi fantastika nima deydi, ertakdaqa eshitiladi-yu. O'sha. Endi ekonomika og'ir paytida. Endi bunday qaradik, nimaga avvalambor podkastimizni asosiy maqsadini aytib o'tsangiz, chunki muxlislarimiz bilishi kerak. To'g'ri, podkastimizni asosiy maqsadi o'zimizni yurtdoshlar, immigratsiya qilgan yurtdoshlar, immigratsiya qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarni hayotini biznikiga nisbatan osonlashtirish. Biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, sizlarga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatish. Biz doim aytamiz, biz birga yashaymiz, bir xil sohada ishlaymiz. O'sha o'zimizni journey nima bo'ladi? Endi bosib o'tgan yo'limizni qilgan xatobasu nima deydi? Qiyinchiliklarimizni osonlashtirish. Osonlashtirish Va shu qisqartirish. Biz qilgan xatolar, shu ortiqcha bosib o'tgan yo'llarni kamaytirish. Keyin yana aytganimizdek, bu bizni eng katta, eng uzun safarimiz. Akmal aka bilan birga bosib o'tgan safarimiz hozir ham davom etyapti. Shu safarga sizlarni ham o'zimiz bilan olib bormoqchimiz. Agar ruxsat etsalaring. Like tugmachani bosing deydimi? Like bosing, tugmachani bosing. Obuna bo'ling. Eshitmaganlarga eshittiringlar, ko'ringlar. Xullas, endi men o'zim meditsina sohasida juda uzoqman, olis bo'lganman. Nima deydi, men ko'proq shu biznes sohasida ko'p tajribam bo'lgan, lekin meditsinada asosiy nima deydi, hech qanaqa yo'nalishim yo'q edi va nima deydi, oilamni, qarindoshlarim ham yetdi tushib. Hamma hayron qoldi. Hamma hayron qolib, Akmal meditsinaga tashlabdi. Endi to'g'risini aytish kerak, menda hech qanaqa yoshlikdan qandaydir qiziqish bo'lmagan, lekin xirurgiyaga juda ham qiziqardim, chunki men odam organizmiga yoshligimdan juda ham qiziqqanman, lekin nima deydi, shu payt shu O'zbekistonda shuni nima deydi, o'ylamaganman shu sohani tanlashda. Bu yerga kelgandan keyin endi qarasam, u juda ham uzoq yo'l. Bitirguncha уже pensiyaga chiqib ketaman. Shuning uchun boshqa yo'llarda qaraganmiz. Endi asosiy meditsinani tanlaganimiz sababi Akmal aka aytgandek, biz kelgan paytimizda resessiya payti edi, ekonomika juda ham chataq edi. Shu birinchi ishini yo'qotganlarida aytgandilar, endi strategiya bo'yicha plan qilishimiz kerak. Qaysi sohaga o'zimizni tashlasak, qaysi sohaga investitsiya qilsak, biz shu oilamizni muvaffaqiyatli ko'tarishga, muvaffaqiyat bilan bolalarimizni katta qilishimiz mumkin deb qaragan edik, esingizda bo'lsa. Endi shu bu sohani nimasi yaxshiki, nima deydi, ekonomikaga bog'liqligi juda ham oz. Chunki insonlar doim kasal bo'ladi, insonlarga doim doktor kerak, yordam kerak. Shuning uchun nima deydi, bu soha shu ekonomika baland past bo'lganda to'g'ri ta'sir qiladi-yu, lekin unchalik boshqa sohalarga o'xshab, masalan, trak biznesiga o'xshab juda qattiq ta'sir qilmaydi. Shuning uchun bu biz sohani tanlaganmiz. Chunki nima deydi, bu stabilniy ish. Rosa ham boyib ketmaysiz, lekin xirurg bo'lsangiz to'g'ri boyib ketishingiz oson, tez, lekin unga yana o'zingizga juda ham ko'p investitsiya qilib o'qib nima qilsa erishsa bo'ladi. Lekin iqtisodiy barqarorlik aniq bor meditsina. Chunki ish yo'qotish kam. Amerikani 50 ta shtatiga borsangiz, agar meditsina bo'yicha diplomingiz bo'lsa, ayniqsa tajribangiz bo'lsa, ish topish oson. Albatta, tajriba juda ham katta muhim rol o'ynaydi. 2 yil, 3 yildan keyin
ayniqsa biz hamshiralik sohasida xohlagan shtatingizda ish topish u problema emas. Nima deydi? Borsa bir oyga bormaydi. Bizda yana shunisi borki, bu soha judayam ko'p. Nima deydi? Yo'nalishi ko'p. Ofisda ishlasangiz bo'ladi, gospitalda ishlasangiz bo'ladi, qariyalar uyida ishlasangiz. Yana nimani rosa ko'p yo'nalishlari ko'p. Akmal aka ko'p odamlarda savolidan kelib chiqqan holda shuni hozir nima qilaylik, chunki ko'pchilik aytadi, qanday qilib bosqichma-bosqich o'tgansizlar? Masalan, diplom tasdiqi, qaysi universitetni tanlagansiz, nimaga tanlagansiz, nimaga nursing tanlagansiz, nimaga nurse practitioner, shuni sekin keyingi nimalar podkastlarimizda yoritib yuritamiz. Endi hozir boshlanishida keltirishimiz mumkin. Endi qaragan biz endi man boshida esingizda bo'lsa physical therapy sohasiga qaraganman, lekin keyin tuban o'zgardi. Nima maqsadim shu sohani tanlashimda asosiy maqsadim chunki yana aytib o'tilgandek, buni nimasi yo'nalishi ko'p. Bir nimaga desangiz, physical terapiyani tanlasam, keyin yoqmasa yopishib qolaman, iloji yo'q. Boshqa bu paytda bu sohada masalan nima deydi, xirurgiyada hamshira bo'lib ishlasangiz, yoqmay qolsa yo nima deydi, zerikib qolsangiz, qo'pol qilib aytgan, boshqa soha basu, boshqa yo'nalish. Nima deydi, ICUga o'tsangiz bo'ladi. ICU degani endi intensive care unit, o'zbek tilida reanimatsiya deyilgani. Jonlantirish bo'limi o'zbekchada. Reanimatsiya, jonlantirish. Ajoyib eshitilar ekan. Xullas, shunaqa qilib ikkalamiz shu boshlanishida ingliz tilidan boshlaganmiz, keyin to'g'ri. Ikkalamiz ham diplomimiz bo'lgan O'zbekistondan, bakalavr. Meniki Ikkalamiz ham endi ko'p xatolarimizdan asosiysi biz kerak bo'lmagan darslarni ko'p o'rganamiz. Bitta community college deydi. Bu degani davlat boshqaradigan kollej. Eng nima deydi, juda qulay, chunki ko'p emigrantlarga imtiyozlar beradi bepul o'qishga. Shu borganmiz, o'qiganmiz, kerak ba'zi darslarni juda ham ko'p olganmiz. Masalan, bilmasdik-da hech kim u paytda unaqa rivojlangan, bizga bir yo'l yo'riq ko'rsatadigan odam yo'q edi. Insonlar yo'q edi. Keyin esingizda bo'lsa bittasi matematika. Matematika hamshiralikda algebra eng balada algebra. Kerak bo'ladi. Algebragacha, algebradan kerak emas. Biz Vishmatlarda ham o'qigangacha borganmiz. Vishmatda ham o'qiganmiz. Nima deydi? Kimyani ham bir ikkita, ko'p basu bir ikkita ortiqcha nimalar olganmiz. Biologiya ko'pincha shu odam nima deydi, o'zbek tilida qanday bo'ladi? Odam anatomiyasi, fiziologiyasi. Shu asosiy darslar olinadi. Shu o'tganmiz. Keyin community college yana aytaylik, associate degree beradi. U nima? Shu bakalavrda o'rta maxsusda qanaqa? O'rta maxsus. Shu bakalavrda agar bizni ma'lum nima deydi, bizni institutni sistemasini olsangiz, masalan, birinchi 5 yil o'qildimi? 5 yil o'qisangiz, 3 yilini sohada o'qiysiz. Umumiy ta'lim. Shu associate shunaqa umumiy ta'limda o'rganasiz. Shunga diplom beradi associate. O'sha yerda associate olganmiz. Endi keyin qaraganmiz. Nima keyingi bosqich nima qilish kerak. Shunda keyin bizning shahrimizdan bir soat uzoqda, shimol tomonda kollej, Big Rapids degan shaharda universitet, Ferris State University degan universitet bo'lgan. O'sha yerga borganmiz. Borib
nima deydi, hali advisorlar o'zbek tilida Advisor bo'ladimi? maslahatchilar. Shu institutda o'zini ataylab insonlar ishlaydi. Maslahatchilar. Chunki keladi, bolalar keladi. Shu maslahatchi shu insonni ko'rib turib, eshitib turib yo'nalish beradi. Keyin esingizda bo'lsa borganimizda shu aytishgan bizda bitta programma bor. Shu hamshiralik. Bu hamshiralik 3 yil o'zi Amerikada 3 yillik programma bakalavrda 1 yillik tezlashtirilgan programmasi. Bu programmaga kim kiradi? Bu programmaga bakalavri bor insonlar ikkinchi bakalavr olish xohlasa shu o'qishi mumkin. Nimasi chiroyli bu programmani? Bakalavriz farqi yo'q qaysi sohada bo'lishi. Akmal akaniki biznes bo'lgan, meniki endi men Tashminiy filialini bitirganman. U bakalavrdan balandroq, lekin shu bakalavrni polniy umum qabul qilishgan. Uzr, men ko'proq o'zim to'g'risida gapiraman. Siz ham o'zingiz to'g'risida bir yuritsangiz, o'zingiz nimada qayerda o'qigansiz? Keyin shu yoshligidan nimaga qiziqqansiz? O'shandan boshlasangiz qiziqroq bo'ladi. Endi boshidan bo'lib ketadi unaqa. Yo'q, aytavering nima. Meniki ham shu O'zbekistonda maktabni bitirganimdan keyin Farg'onada ikkinchi Toshkent meditsina institutining filialida o'qiganman. Bitirganingizda siz infeksionist yoki profilaktika bo'yicha vrach bo'lib chiqar edingiz. O'sha sohani o'qiganman. Menda meditsina bo'lgan. O'shanga Amerikaga kelganimda ham meditsinani davom ettirmoqchi bo'lganman. Chunki bu meni eng sevimli kasbim hisoblangan. Yoshlikdan meditsinaga qiziqqanman juda ham. Maktabda nima aytib beruvdingiz-ku, qanaqa? Maktabda sanitarka deyshar edi. Sanitarka bo'lib yurganmiz. Oq sumkacha tikib bergandi ayamlar. Qizil krosi bilan ichida zelonka, yod, bint olib yurar edim. Birovlar kasal bo'lsa, nima bo'lsa yordam berish uchun. Chirog'imiz ham o'chib qoldi, uzr. Qaysi chiroq o'chdi? Manetagi yashil ko'k. Texnik nosozliklar. Xullas, keyin keldingiz. Endi men afsusdaman. Siz o'sha kelganda shu diplomingizni shu yerda evalyuatsiya qilmaydi. Shuni bizga birov nima yo'l ko'rsatmaganda. Birinchidan yo'l ko'rsatmagan, ikkinchidan hozir ayniqsa rosa ko'p ma'lumotlar bor. Hozir internet rivojlangan, odamlar bir-biri bilan Instagramda, YouTube'da, TikTokda informatsiya almashadi. O'shanda ham hozir nima deydi, shunga hali ham oz talab. Nima deydi, talab ko'p, lekin yo'l yetkazib beradigan, yo'nalish beradigan sistema kam. Albatta. Telefon olib qo'yishim kerak. Xullas shunaqa qilib, hozirgacha afsus qilaman, o'sha meditsina diplomimni shu yerda evalyuatsiya qilib, rezidensiya qilib doktor bo'lishim kerak edi, lekin afsusda basman. Men afsusdaman. Keyin xullas Ferrisdan davom etsak, Ferrisga keldik. Accelerated BSN programmasiga ariza topshirdik ikkalamiz ham. Topshirdik-ku, yana bitta nimasi esingizdan chiqdi. O'ylandik-ku, keyin aytdiki, bu oxirgi yil dedi. Oxirgi yili bu programmani qilyapmiz. Bu programma bekiladi. Esimdan chiqdi. Oxirgi yil dedi. O'shandan keyin ko'zimiz moshday ochildi. 3 yil o'qishdan ko'ra 1 yilda ikkalamiz bitirish shunday ochildi. Endi ishtiyoqi yondi. Endi ikkalamiz yonyapmiz. Endi bitta muammoki, siz o'qisangiz, men qolib ketaman. Ya'ni qolib ketishdan hamki vaqt yana cho'ziladi. Keyin
ikkalamiz o'qisak qanday bo'larkin Hmm. degan maqsadga keldik esingda bo'lsa. Esimda. Keyin shu qattiq ishlardim shu paytgacha. Ham o'qirdim, ham ishlardim. Ishlashda ham qattiq ishlardim. Ko'p pul saqlab qolganmiz. Haligi nima deydi? Savingimiz. Save qilardik ko'p pul. Keyin shu judayam nima deydi? Asosiy nima deydi? Juda katta nima qilganmizmi? Nima deydi? Sacrifice, decision. Qaror qabul qilganmiz. Qaror, juda katta qaror. Hayotimizning qarorlaridan Menimcha eng kattasi. kattasi. Chunki nima deydi? 1 yil ishlamasdan faqat o'qishga tashlaganmiz ikkalamiz ham. O'sha paytda uyimiz bor edi, uy sotib olgan edik. U paytlarda uyni bilasizlar, Amerikada har oy to'lovi bor. To'lovini qilolmasangiz yo'qotasiz. Uni ustiga u paytda уже 3ta bolamiz bor edi. 3ta farzandimizni hammasi kichkina. Hammasi kichkina maktabga borishadi. Qanashoq necha yoshda edi? Menimcha bir 2 yashar bo'lishi kerak. 2 yashar, 3 yashar edi menimcha, adashmasam. Yoki adashyapmanmi? Yo'q, shunaqa edi shekilli. Endi nima esingizda bo'lsa, u 1 soat yana uzoqda. Yozda boshlanadi. Endi nima qilish kerak? Odam topish kerak ko'rgani. Onajonim, katta rahmat sizga. Agar podkastimizni eshitayotgan bo'lsangiz, hozirgacha men nima deydi? Buvamsiz qilmasdik. Onamiz erisholmasdi. Onamizga aytsak, hammayli kelib bolalaringga qarayman degan. Shu 6 oy turdilar o'zi ham. 6 oy bolamiz. Katta rahmat. Birinchi 3 oy juda ham qiyin bo'lgan. Chunki birinchi 3 oy o'sha yozda juda ham muhim darslar bo'lgan. Agar yiqilsangiz, uxladingiz. Hatta biz unaqa nima deydi, mayli degan so'z o'tmaydi. Yo o'tdingiz, yo o'tmadingiz. Shunga B olish kerak edi-da, har bitta darsingizdan. Endi B 85 dan tepada 86% olishingiz kerak bo'lgan. 80 tepasida turishingiz kerak-da, agar programma esingizda bo'lsa, o'sha yana nimasi qiyinki, 1 yil, 3 yillik narsani 1 yilda o'tish. 28 ta, 29 ta kredit olganmiz har bitta semestrda. Odamlar full time odatiy universitetlarda bitta semestrda 12 ta kredit oladi, lekin bizniki 28 deydi. Endi kredit degani bu masalan har bitta 3 ta kredit, bitta dars degani. Endi o'shani bo'lasizlar. O'shuncha dars bir 3 oyda shuncha dars ko'p o'tganmiz. 2 baravar, 3 baravar ko'p dars o'tganmiz. Keyin yana shanbadan jumagacha leksiyalar, laboratoriyalar bo'lardi. Undan tashqari shanba bozor gospitalga, больницаga borib praktika qilish kerak bo'lardi. Bizniki hali tezlashtirilgan bo'lgani uchun 1-haftasidan boshlangan edi. Esimda yo'q, 3 oydan borganmiz. Srazu borganmiz, esingda bo'lsa. Hali yo'qmi? 1-farmakologiyalarda o'qidikmi bo'lmasa? 1-farmakologiya nima bo'libdir? 3 oy menimcha bilmadim, yana balkim adashyapman. Chunki eslolmayman. Chunki esimda rosa tez boshlagan edik-da biz. Mani esimdaki shu har hafta ekzamen edi. Har hafta ekzamen, bitta emas, 1-2 ta. Endi patanotomiyadan farmakologiya rosa qiyin bo'lgan. Har bitta darsimizdan har hafta imtihon topshirardik. Voy, o'sha kunlar. O'tib ketdi. Hammadan qizig'ini aytmadik. Universitetga kirganingizda oddiy yoshdagi odamlar nimada общежитиеda turadi. Endi biz ikkalamiz turmush o'rtoqlar. Keyin shuni bildikki, yozda общежитиеga pul to'lamas ekansiz, bepul ekan. Onajonimiz ko'p studentlar yo'q bo'ladi. Endi yozda masalan yoshlar dars olmaydi ko'pchilik. O'shanga ko'p общежитиеlar bo'sh bo'ladi. O'shanga bizga bir xona, har bitta studentga bir xona berishganu, biz er-xotin bo'lganimiz uchun
ikkita xonani olganmiz. O'rtasida vanna, tualet. Tualeti Bir bo'lardi. tomonini spalni qilganmiz, bir tomonini Dars qiladigan dars xona, xona bilan o'tirib kuxnya. ovqatlanadigan Ovqat. xona. Endi chunki qarasak, u har kuni borib keladigan hech qanaqa iloji yo'q. Keyin yana nima deydi, distraction. O'zingizni butun hayolingizni jamlab o'qishga berolmassiz. Hamma narsani tashlashingiz kerak. O'rtoqchilik-u, oshna og'aynilik, o'tirishlar, kino ko'rishlar. Kino faqat shu dars edida endi kino. Endi dars kino edi. Hattoki ovqat qilgani ham vaqtingizni qizg'anar edik. Vaqtimizni shu koridorda oxirida kuxnyasi bo'lardi. Borib o'sha yerda Akmal aka leksiyani qo'yib turardi. Biz leksiyalarimizni zapis qilar edik. O'qituvchilar ruxsat berardi. O'sha leksiya zapis qilingan leksiyalar eshitib turib, shu tez bo'ladigan ovqatlardan yeb o'shanga ham vaqtimizni qizg'anardik hattoki. Albatta. Lekin biz o'shda turishimizni sababi onajonimiz kelib bolalar qaragani uchun 3 oy o'sha yozgi semestrida borib o'sha yerda turib yotib har 2 haftada bir kelib ketardik bir kunga. Haftada bir kelib ketardik, yo ular kelardi. Bizni ko'rgan o'shanda ham kelishardi. Mustaqillik bayramida esingizda bo'lsa kelishgan. Esimda. Amerika mustaqillik bayrami. Endi o'shanda ham kelsa bir 2 soat ko'rardi, yaxshi kelibsizlar, yaxshi ekansizlar deb xayolimiz darsda. Nimaga? Chunki yiqilsangiz, ketdingiz, uxladingiz. U sarflagan pulingiz ham, bolalardan o'g'irlagan vaqtingiz ham zoya ketadi. Endi masalan bu soha 30-40 ming dollar turadi. Bu sohani bakalavr olguncha uchun juda ham mas'uliyati juda ham katta edi. Shuning uchun o'sha yerda turishga maqsad qilganmiz. Xullas shunaqa qilib semestrimizni programmani oxirrog'iga kelib qolganimizda Grand Valleydan yo'q, bir narsani ham hali 1 yil o'qigan bo'lsak, 1 yilning ichida ikkita immigrant edik xolos. Hatto nimalar millatchilik juda ham ayniqsa Shimol Michiganda juda ham millatchilik juda ham kuchli ko'rsatmaydi, lekin insonlar lekin ta'siri bor. Qandaydir ta'sir o'tkazishadi, ayniqsa shu shimol tomonlarda. Esingizda bo'lsa, u ikkalamiz hamma 1 yillikda hamma aqllilar, endi juda ham aqllilar edi-da, o'ziga ishonganlar. Amerikada cutthroat bo'lganda haligi eng zo'rlari kirgan. Men sandan zo'rmanlar ko'p edi. Endi u ham gruppirovka edi, esingizda bo'lsa, 3 ta, 2 ta, 4 ta. Biz ikkalamiz yiqilishdi. 4 ta, 5 tasi o'talmadi, yiqildi. Xudoga shukr, Allohimga shukr, sharmanda qilmay sog' salomat bitirganmiz. Endi bitirish ham a'lochi bo'lib bitirishda esingizda bo'lsa, bizni prezident o'zi chaqirib, rasmlari ham bor, jurnallarga chiqamiz. Ajoyib bo'lgan. Endi o'sha paytda yana qarang, nimaga ham a'zo bo'lganmiz. Nursing Association bo'larmidi? Nima, profsoyuzmi? Shunaqa studentlarning bir klubiga a'zo bo'lganmiz. O'shanda bitta bir ayol kelgan, Grand Valley State University bizning shahrda uning nimasi? U bizni eng yaxshi ko'rgan o'qituvchimiz Karen Burrett. You're my favorite if you ever see me. Kelgan o'sha yerda endi mana shunaqa aytgan programma ochyapmiz. U programma ham yangi programma bo'lgan. U ham accelerated, tezlashtirilgan bo'lgan. Birinchidan yangi yo'nalishdi, chunki nurse practitionerlar doktorlik darajasi unvoniga chiqqan. O'shanda yangi programma, bu programma 4-5 yillik programmani 3 yilga qisqartirishgan. Shunga kelib aytishganki, kelinglar programmadan. Keyin yana bitta afzalligi bo'lgan. Bu programmaga kirish uchun ba'zi universitetlar yoki oldinlari
hech bo'lmasa 1 yil nurse bo'lib, hamshira bo'lib ishlashingiz shart bo'lgan oldinlari. Lekin bu programma aytganki, mana 4 yilni 4-5 yilni 3 yilga qisqartirdik. Unga qo'shimcha sanga hech qanaqa hamshiralik nima deydi, experience tajriba kerak emas deb aytgan. Ikkalamiz ham yonganmiz. Endi tajribamiz bo'lgan. Bo'lsa ishlaganmiz. Tajriba u problema bas edi-yu, asosiy nimamizki, shunday bir-birimizga qaradik-yu, endi o'zingiz bilasiz, hozir masalan, o'qishga kirib ketsangiz, bu hali g'ildiragingiz aylanadi. Keyin shu g'ildirak aylanayotganda shu ketishda bitirib yuboraylik, keyin qilib yuboraylik degan nimaga keldi? Chunki haligi ishga kirib ketsangiz, boshqa narsa yana nima fikringiz o'zgarishi mumkin bo'lishi. Miyiz o'sha programmada bo'ladi. Yana nima deydi, kompyuter sistemalar o'zgaradi. Har 1-2 yilda o'zgaradi. Keyin yana borib, yana qaytadan haligi sistemani o'rganishga vaqt ketadi. To'g'ri. O'sha programmaga ikkalamiz ariza tashladik. Siz adult. Man doctor, nurse practitioner, adult kattalar sohasiga, siz pediatrikka tanlaganman. Lekin bunda ham endi aytganmiz, qaysi birimiz o'qishga kirsak, o'sha o'qiydi, kirmagan full time bir stavka ishlaydi, oilani nima qilgani. Lekin Xudoga shukr, ikkalamiz ham kirib ketdik. Ikkalamiz ham kirdik, aytdik, endi Xudoni aytgani rizq. Yana birga student bo'lganmiz. Yana birga sinfdosh bo'lganmiz. Sinfdosh bo'lib, ikkalamiz bitta kursdosh bo'lib o'qiganmiz. Undan keyin hamshiralikni bitirib, o'sha bitirishdan oldin nimaga topshirganmiz? DNP programmasiga topshirganmiz. Bitirishdan oldin o'sha aniq bilganmiz, ikkalamiz ham kirganimizni. Keyin nursingni tugatgandan keyin eng mas'uliyatli narsa boshlanadi. O'qishga o'qish. O'tdik, 5 oldik, hamma joyda commencementlarda turib bizni nima deydi, recognize qilishib, biz haqimizda gapirib, a'lochi o'quvchilardan deb bir ko'rsalaring, oqtarsalaring 2013da bitiruvdikmi? 2016da bitirgandik. First commencement ko'rsalar ikkalamiz, ikkita o'zbekdi. Shuncha amerikanlar ichida turib, rosa maqtovlar eshitganmiz, Xudoga shukr. Uni bitirgandan keyin keyin imtihon topshirish kerak bo'ladi. Nurse bo'lib, hamshira bo'lib ishlagani. Menimcha eng qiyin imtihonlardan bittasi bo'lgan. NCLEX. Shu NCLEX nimani topshirasiz. Endi O'zbekistonda o'qidim, bo'ldi, doktorman, zo'r borib turib ishlamaysiz. Amerikani ko'p shunaqa spetsializatsiya yaxshi chiqmayapti. Spetsializatsiya nima bo'ladi o'zbek tilida? Bo'ladi spetsializatsiya. Spetsializatsiyangiz bo'lsa, unga sertifikat olishingiz kerak. Olish shart. Masalan, siz doktormisiz, sertifikat. Nursing sertifikat. Nima, prokuror bo'lasizmi, sertifikat. Advokat sertifikat. Hamma joyda shu o'qishni tugatib, o'qidim, bo'ldi, men doktorman, o'qidim, bo'ldi, men hamshiraman, o'qidim, bo'ldi, men endi advokatman, unaqasi yo'q. U ketmaydi Amerikada. Bu masalan hamshirada NCLEX deydi, bu imtihon topshirasiz. Bu degani, bu inson o'qidimi? Qanday o'qidi? Shu o'qiganda ham o'sha o'qitgan o'qitdimmi? Universitet shu Amerikaga mos keladigan qilib o'qitganmi degan imtihonda endi. Buni hamma hamshiralar Amerikada topshirishi shart. Unsiz litsenziya berilmaydi. Shu bu imtihonni topshirasiz. Topshirgandan keyin o'tsangiz litsenziya beradi. O'tmasangiz yana menimcha 3 marta chansingiz bor, 3 marta. Esimda bo'lsa, birinchisini topshirasiz, ikkinchisida yiqilsangiz, keyin 6 oy qanaqadir kurslarda olishingiz shart. Yana bir marta test qilish. Test olish uchun yana kurs olib,
kurslaridan o'tib keyin topshirasiz. Hmm. Lekin 3-chisida ham yiqilsangiz bir bo'lsa undan keyin уже nima deydi bekiladi. Tasavvur qiling. Oh, Ha, judayam qanaqadir Judayam stress, qo'rquv, keyin shuncha testlar topshirgan bo'lsak hozirgacha men o'ylayman eng qiyini shu. qo'shilchaman 100%. Chunki masalan 4 ta savol bo'lsa, buni Javob. javob, uni keyin gapirasak bo'ladi. Keyingi podkastlarda shunday qilib NCLEX topshirganmiz, litsenziya olganmiz ikkalamiz. Litsenziyani olgandan keyin o'qish, keyin yana ishga kirganmiz. Ikkalamiz ham bitta gospitalga ishga kirganmiz yana. yana ishni boshlaganmiz Birgalikda. birgalikda, bag'da o'qish, bag'da ish. Yana uni ustiga universitetga kirganingizda shu doktorskiy yoki masters degreega kirganingizda sizga shunaqa imkoniyat berishadiki, o'qituvchini assistenti bo'lib yoki research assistant bo'lsangiz, sizni o'qishga to'lanadigan pulingizni yarmidan ketishadi. Yana uni ustiga qattiq ham ishlaganmiz ikkalamiz. Esingizda bo'lsa. Siz albatta. birinchi boshlagansiz 1 yil, men oxirgi 2 yilida keyin research assistant bo'lib ishlaganman. Keyin diplom shu 3 yillik programmada siz ilmiy ish olib borasiz, uni keyin dissertatsiya yoqlab ko'rsatishga oxirgi yili ikkalamiz esingizda bo'lsa yana ishdan chiqib ketganmiz chunki og'ir bo'lgan. Juda ko'tarolmaganmiz chunki уже nagruzka bo'lib ketgan. Shuning uchun yarim stavkaga o'tganmiz. Yarim stavkadan ham 1 yilda 1 oyda 16 soat ishlab berarmidik. shunaqa. 2 8 soatlik Shunaqa shift. variantlari ham bo'ladi. Xullas 3 yil o'qidik. Xudoga shukr, Allohimga shukr. 2019da bitirgan ekan. Ikkalamiz bitirdik, diplomni oldik, xursand. Siz endi yana Test topshirish kerak. test topshirish kerak. Test topshirishdan oldin endi testni topshirish uchun endi har xil programmalar bor. Shu o'qishda o'qib bo'lib to'g'ri borib test topshirsangiz o'talmaysiz. Kamdan kam odam o'tadi. Tayyorlaydigan programmalar bor. Yana shu programmalar bor. Endi uni ham sotib olasiz. 1 oy tayyorgarlik qiladi. Shu strategiyasi bor. Любой nima deydi strategiyani bilsangiz, masalan 4 ta savol bo'lsa, 4 ta savolni to'g'risini topadigan strategiyasi bor. Shuni o'rgatadi. Nima qilib, qiynalib, tayyorlanib, undan ham o'tdik. Diplomlar oldik, litsenziyalar oldik. Siz ishga kirdingiz. Shu Yo'q, to'xtang. Covid paytida. Endi bir jicha dam olaylik, endi bir 5 yil to'xtamay, 5 yildan oldin 9 yil yana o'qiganmiz. Nimaga? Ungacha endi bir sal dam olaylik, ishdan oldin deb dam olsak, ba'dan Covid assalomu alaykum deb shunaqa menimcha esimda yo'q qachon applicationlarimizni tashlaganimiz, lekin ikkalamiz ham ishlarga qarab turardik. Albatta Amerikada sustlashishga vaqt yo'q. Har doim alert bo'lib hamma narsa qilib turishingiz kerak. Networking rosa ham muhim Amerikada. Albatta networkingda endi ishga o'zbek kirish tilida uchun tanish bilish. Yo'q, networking deyiladi o'zbekchada. Networking. Hozir ishlatishyapti shu terminni. Endi o'shanaqa bo'lib, sizniki oson bo'lganiga sababi, endi oson bo'lib, oson bo'lgan. Nimaga deganda sizniki nima adult. Mani ish topish shansim ko'proq bo'lgan, chunki buni biz keyin bildik. Albatta, pediatrikka ish topish juda ham qiyin ekan. Chunki bu soha nima deydi? Soha katta-yu, lekin nimagadir ham u sohaga olingan, ishga kirganlar ishdan ketish qiyin ekan. Undan ham bilmadim. Yoki kammi ish joylari, Kam bilmayman. bo'lsa kerak, kam bo'lsa kerak. Adultdan ko'ra kam bo'ladi-da baribir. Yosh bola masalan nima deydi, tug'ilganidan 20 gacha yosh bola bo'lsa, 20 dan keyin 17 yoshlar bor. 16 yoshdan. Yoshlar bor, keyin kattalar bor, keyin qariyalar bor. Shuning uchun hatto ish topish ko'proq nima? 16 yoshdan boshlab turib, meni soham bo'lgan, 16 yoshdan past. Sizni sohangiz bo'lgan, pediatrik. O'shaning uchun Juda yana bitta maslahatimiz,
nurse practitionerga o'qishga kiradiganlar judayam ehtiyot bo'lib, ahamiyat berib qilishingiz kerak. Chunki siz pediatrik sohada umumiy nurse practitioner bo'lib o'qigan bo'lsangiz ham ishlasangiz bo'ladi. Oilaviy bo'lsa, oilaviy deydi, umumiy, ha. Oila family nurse practitioner bo'lsa, unda ham bunda ham ishlasa bo'ladi. Unda hali taqiqliklar bo'lmaydi-da yo'lda. O'shanaqa tanlashlari mumkin agar o'ylasa. Hech qachon mani maslahatim yo'q, bitta pediatrik o'qiyman demanglar. Agar pediatrikka qiziqishlaring bo'lsa, o'qinglar-u, lekin pediatrga ham yoqtiraman desa, undan ko'ra shu family olgan yaxshi, chunki ham kattalar bilan ham yoshlar bilan ishlasa litsenziyangiz huquq beradi. Yana ham aytaman, litsenziyangiz bo'lmasa, masalan, men hozir borib turib nima deydi, lekin hozir o'zgaryapti. Hozir o'zgargan, ayniqsa Michigan shtatida ular hozir sizni sohangizga qaramayapti. Ular sizni eng baland darajangizga qarayapti. Masalan, bizniki eng baland daraja doctoral doktoranturani bitirganimiz uchun pediatrik yoki kattalar sohasi farqi yo'q. Ikkalasida ham ishlasangiz bo'laveradi. Hozir shunaqasi yaxshi bo'lib qoldi rosa ham. Endi Covid keldi, siz ishni boshladingiz. Men hozir aytaylik, siz reanimatsiyada ishlardingiz. Nima hamshira bo'lib, men observation, emergency, hali tez yordam bo'ladimi, ekstrenniy bo'ladimi? O'sha yerda ishlaganman. Ekstrenniy, ha. Endi Akmal akaning sohasi hamshiralikdan siz xabari borlar, meditsinani biladiganlar, bu hamshiralikda eng oliy tabaqasi hisoblanadi. ICU, shu jonlantirish bo'limida ishlagan nurslar hamma joyda olinadi. U so'z ham bo'lmaydi. Men masalan emergency departmentda tugatib, observationda ishlab 5 yil ishlagan bilan 6 oy ishlagan ICU nurse nimasi teng bo'ladi kuchi. Balkim ICU ni prefer qilishadi. Tez yordam ham juda kerakli. U ham boshqacha. O'zimga rosa yoqqan, juda ham mazza qilib ishlagan. Lekin bu sohada tez yordam hamshiralar bilan nima deysiz? Jonlantirish bo'limi. Reanimatsiya hamshiralari juda ham dunyosi boshqa bo'ladi. Chunki bu qarama-qarshi ularda dunyosi nima plus minus. Albatta bizniki plus, ularniki minus. Yo'q, hazil. Ikkalasi kerak. Men endi nima deydi? Men nimasini yaxshi ko'raman? Qanday faxrlanaman. Nima tez yordam hamshiralaridan, ular hali nima deydi? Voyenniy zonada ishlagandek bo'ladi. Har kuni jang maydonidaqa. Endi o'sha jang maydonida hayotni qutqarish kerak. Shuning uchun u ag'da-bag'da qarashmasdan shu ish bitirish bilan shu insonni vaqti nimasini yordam berish bilan ovora bo'ladi. Nima deydi, reanimatsiyadagilar har bitta nima deydi, polkachasigacha hamma narsasi yozilgan, nima qonuniy, nima deydi, nuqta, tochka, virgul, har bitta nimachani o'zini joyi bor. Lekin nima to'g'ri aytasiz, hamshira nimada emergencyda keladi kasal, unga tezda miya ishlash kerak. Hatto tochka virguliga albatta qaraysiz, lekin ICU jonlantirish bo'limini hamshiralari miyasi boshqacha ishlaydi. Chunki ikki xil boshqa narsa talab qilinadi. Struktura bo'yicha ketadi-da. Masalan, A, B, V, G deb bo'lsa, menimcha bitta bias bo'lyapti endi, mayli. Hamshiralarniki nima deydi? Uni A'dan C'ga, C'dan Z'ga o'tib ketishi mumkin. Xullas, endi yana aytyapman, plus minus. Ikkalamizniki nima deydi? O'xshamaydi. Endi bir-birimizni albatta hurmat qilamiz. Katta rahmat. Lekin bitta narsani hozirgacha tushunmayman sizlarda.
sizga kasallik olib kelsalaring qanaqa nima bilmayman hozir oldim desa mana yerda nimasi bor nima mana yerga nima kateter qo'ydik mana berdik mana berdik bo'ldi boshqa hech narsa nima kelgan nima bo'lgan yo'q bilmayman hozir 5 minut bo'ldi olganimga kasaldi hech hozirgacha shuni bilamanki tushunmayman. davleniyasi bunaqa hozir muncha qon quydik o'shaning uchun reanimatsiyaga o'tkazyapmiz hozir 10 minut oldin intubatsiya bo'ldi shunisini bilamiz xolos qolganini ICU hamshirasi o'zi topib oladi deymiz o'zingizdan shu qarab xullas shunaqa qilib man o'sha bo'limda ishlaganman keyin covid kelishidan ozgina oldin endi har kuni bitirganingizdan keyin litsenziyangizni olganingizdan keyin har kuni ish axtarishni boshlaysiz yangi bitirgan nurse practitioner sifatida qaysi ish to'g'ri kelsa birinchi ko'rinsa o'shani olaman deysiz chunki yangi bitirganlarda kim ishga olsa hamma ham ishga olishni xohlamasdi oldinlari hozir naborot bo'lib qolgan ko'p sohalarda yaxshi ko'rishadi yangi bitirganlarda chunki o'zlariga moslab tarbiyalab olamiz deyishadi yana ham hozir judayam tanqis nurse practitioner hamshiralar man уже nurse practitionerda gapirayotgan ekanman haliyam ICU bilan hamshiralar bilaman akmal aka ICU hamshiralar eng zo'ri yo'q hazildan tashqari sizlardan zo'ri yo'q faqat shu kelganlaringda sal pal bilsalaring kasalliklaring nima bo'lyapti eshityapsizlar endi to'g'ri O'zbekistonda qanday sistema ishlaydi bilmaymanu lekin Amerikadagi hamshiralarimiz balkim ICUchilar bilasizlar to'g'ri aytyapman iltimos yozinglar pastga поддержка qilinglar ozgina bias bo'lyapti lekin ICU nurslar emergencyda ishlanmaydi nimaga lekin man ham ishlalmayman man ICUga hozir ham nurse practitioner bo'lsam ham ICUga kirsam ko'zlarim qamashib ketadi u sistema ulanganda bitta sistemada bir 6-7 xil dori ulangan bo'ladi korobkalar ko'pgina tublar o'shanga katta rahmat shularni nima deydi manage qilib kasalni yaxshi qaraganingga rahmat endi xullas o'zimga qaytsam shunaqa qilib emergency observationda ishlab turgan edim keyin qarasam bir ikkita neurologiyada ish ochilgan edi atga apply qildim keyin ko'pchilik oldin o'qiganimda aytishgan ediki o'sha hire qilayotgan odamga email yozsang sani intervyuga chaqirish nimasi oshadi degan edi o'shanaqa intervyu qildim o'tmadim keyin o'zim qo'ltig'imdan sal tushib turgan edi lekin rekruter bilan rosa yaxshi o'rtoq bo'lib olgan edim birinchi ko'rishganimdayoq o'shaning uchun aytaman networking rosayam muhim Amerikada chunki bu yerda kimni bilishingiz katta rol o'ynaydi shunaqa qilib rekruterimni hozirgacha o'rtoqmiz ikkinchi ishimni ham topishda o'sha qiz yordam bergan man aytdim shunaqa sohalarda qiziqaman o'zim shu sohada ishlayman keyin aytdiki shunaqa ish ochiladi shu juma kunlar qarab turgin dedi keyin endi uni u bilasizlar bitirganlar ko'p endi bitta ish joyiga manimcha nechta edi o'sha paytlarda 100 tadan ko'p endi o'zimizni gruppadan o'zingiz o'ylang necha kishi 30 kishimi ko'pchilik deydi ko'pchilik bu degani 20-30 kishi bo'lsa hammaga ish topish kerak keyin shunaqa qilib aytgan keyin yo'l axtarishni boshlaganman keyin o'zimni o'sha emergency observation unitni boshlig'ini oldiga kirganman man aytganman shunaqa ish ochilyapti ekan taniysanmi birontasiga mani maslahat berasanmi kimgadir aloqaga chiqsam bo'ladimi degan katta rahmat o'sha boshlig'imga hozirgacha u kuni ko'rib qoluvdim koridorda yaxshi inson shunaqa qilib demoqchimanki networking katta ahamiyatga ega bu paytda sizniki endi man nimaga covid nima deydi komandasiga qo'shilib ketganman zo'r bo'lgan
endi nima deydi, o'sha paytda nima, qanaqa kasal, nima bo'lyapti, odamlar o'lyapti. Endi qarasam judayam talab kuchli, kerak. Nyu-Yorkdan boshlab shu 2 yil Amerikani kezdim. Qayerda Covid bo'lsa, o'sha yerda reanimatsiyalarda ishlab chiqdim. Xullas, endi cho'zilib ketmasin podkastimiz. Endi asosiy maqsadga o'tsak, endi shu eshitdim, xalqimiz endi Amerikaga legalniy hamshira bo'lib kelish. Bu judayam katta, nima deydi, yutuq bo'ladi sizlar uchun. Ayniqsa O'zbekistonda yoshlar nima deydi, hamshira bo'lib ishlab, hamshiralikka yoki hozirdan maktabni bitirib nima qilishni bilmaganlar, man judayam, agar ingliz tillari yaxshi bo'lsa, ingliz til zo'r bo'lsa, yo tildan qo'rqmaydigan, o'rganaman degan bo'lsa, bu judayam katta imkoniyat. Nimaga deganda $30,000 minus. Yana kelish, nima deydi, legalniy kelib, ya'ni oilangiz bilan kelishingiz mumkin. Siz programmani aytyapsiz-da, AQShda hamshira tanqislik bo'lganligi uchun boshqa davlatlardan hamshiralarni olib kelishyapti. O'sha programmani aytyapsiz. O'shani ham yordam, shuni yo'lini solishga, qandaydir programmalar endi tuzishga qanaqadir bir planlarimiz bor. Endi nima deydi, Napoleonskiy planlar bor. Endi ilohim nasib qilsa rivojlantiramiz, yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Endi bu biz podkastni eshitib yursalaring, nima deydi, tushuntiramiz, o'rgatamiz, nima qilishda aytamiz, qanday yo'nalishga kirish, nima qilish, nimani o'qish kerak, nima kerak, bas shuni o'rgatamiz, tushuntiramiz. Biz qilgan xatolarni tezlashtirishga, programmaga tez kirishga, keyin to'g'ri programma tanlashga, keyin to'g'ri soha tanlashga yordam beramiz degan umidda biz. Qo'limizdan kelgancha. Albatta, yana nima deydi, bu paytda yana nima deydi, o'rgangan, orttirgan tajribalarimizni o'rgangan, Amerikada o'rgangan meditsinani nima deydi, xalqimizga yoritishga harakat qilamiz. Endi bizni podkastimizni rulit qiladigan, boshqaradigan sizlar. Ko'p aytgandek, Akmal aka aytgandek, biz endi maqsadimiz, yaqinda bir intervyu bergan edim Nilufar Salimovani kanalida. O'sha yerda biz ikkalamiz tushundikki, rostayam ko'p yoshlar, Amerikadagi, O'zbekistondagi yoshlar, Amerikada diplomi bor bo'lib turib, boshqalardan o'qiyotgan yoshlar rostayam ko'p ekan. Chunki har kuni kamida bitta savol keladi. O'shaning uchun biz aytdik, Akmal aka aytmoqchi, boshdan boshlaymiz. Qanday qilib kelish kerak? Kelish uchun nimalar qilish kerak? Kelganingizdan keyin diplomingiz bo'lsa, qayerlarda qanday qilib evaluatsiya qilish kerak? Yana bir narsani men aytib o'tishim kerak. Nimaga desangiz, bu soha oldindan, ayniqsa butun dunyoda, hozir O'zbekistonda ham hamshiralik bu ayollar kasbi bo'lgan. Hozirgi paytda Amerikada protsent sohasini bilmayman, balki hali ham ayollar ko'p, erkaklar kam. Lekin bu biz uchun, erkaklar uchun juda ham katta plyus. Imkoniyat katta. Nimaga desangiz, masalan, hozir O'zbekistonda hamshiralar 10 ta ayol hamshira bo'lsa, bitta erkak hamshira bo'lsa, erkakni olishadi. Nimaga desangiz, kuch kerak. Shuning uchun O'zbekistonda bu podkastni eshitayotgan yurtdoshlarimiz, yigitlar, yosh yigitlar, o'ylab ko'ringlar. Bu sohaga kirishdi, bu judayam, bu sohada kelajagi katta. Bu soha o'lmaydi. Bu soha
hali beri nima deydi robotlar, AIlar bizni O'rnimizni bosgani hali ancha uzoq, ancha vaqt bor. hali vaqt bor. Olishadi, lekin hali bor. Lekin ungacha sizni vaqtingiz bor. Inglizchani o'rganib, to'g'ri sohani tanlab, o'zingizni kerakli inson qilgani vaqtingiz bor. Shunaqa. Endi kech ham bo'ldi, uxlash vaqti ham bo'ldi. Hozir bizni soat bo'yicha yarim kechasi. Rahmat hammalaring uchun, eshitganlaring uchun, kelib shu nima deydi, boshimiz osmonga yetadi, kelib nima deydi, bizning podkastimizni birinchidan eshitayotganlaring uchun iltimos yozinglar. Qattiq yoqdi, qattiq yoqmadi, nimalarni gapiraylik, nima tajriba, nima to'g'risida ko'proq yo'nalish to'g'risida gaplashishdi, nima deydi, podkastimizni olib borishdi. Sizlardan Maslahatlaringni, eshitib savollaringni qolamiz. qolamiz. Like Kanalimizga a'zo bo'linglar. Like tugmachasini bosinglar. Yana zvonочекni ham bosinglar. Hammalaringga katta rahmat. Rahmat. Xayrli tun. Xayr. Xayr.